Yo'q, boshqa anekdot aytmoqchi. Ha, aytavering. Boshqasini aytib bering. Oldinga 500 ming olib keldim. Olinglar. Olib keldim. Razmerida Yo'qolib qoldi. Yo'q, pulim kichkina so'mkada ham yo'q, katta so'mkada ham yo'q. Jim o'tirdim. Ve shopir bechorani Alloh o'zing kechirgin. Nahotki anaqa qilgan bo'lsa dedim-da, mashinani so'mkamni ko'tarsam, mashinani bar anaqasi bor-ku, kaputi emas, yonida qanoti. O'sha qanotini yoni bilan so'mkani ichiga tushib qolgan ekan. Siz mayli o'tirib olavering. Sizga. Rahmat. Mana u Ojibomni. Mishqilagan. Bo'laveradi. Tog'aga. Voy mishqilagan. Osrojni. Rahmat. Ikkita. Oling bittasini. 8 XL. Mendan boshqasi tushmaydi baribir. Ma o'zinglar almashtirib olasizlar-a? Mabodan. Sirojniga, Ojibomga. Alingdaqa osoni to'g'ri kelmasa almashtirib olishimga bor. Men sizga. Kimga bo'lmadi? Men bolaga. Men bo'lmadi. Ya, mana mol oladi. Ha? Yo'q. Siz tushmaydi-da. Sen senga ekan qarashib. Menga qadrdonlar manaqa atirdim. Anaqa deydi, Fransuzcha atirab kelib tani Yo'q, hopa. mana fransuskiy duxi mujskoy. Sepasani o'g'lasan. Ish qilib nimalar anaqa qilmaydim qizga. Yo'q, qizlamasa xotini o'yna hayda boradi. Qadrdonlar duo qilib qo'yasizlar. Mana hammaga u ehson amab degan aytgan. Hozir Xursand bo'ldi e'tibor uchun. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Duo qilib qo'yasizlar. Shufsar. Zo'rmang-da u. Ashetini qirib bor deb yurmaydi. Ha, Qirqmasa, shvetsarskiy bankka tushdi. men hech narsa qilmaydi-yu. Bankdan chiqqan pulni-ya. O'zbekistonda yangi pullar shekil chiqadi. Mana so'mkam olinglar, mana pul berib qo'ying. Yo'q, siz qo'ying. Yo'q. Nega? Oldinga qaytarib. Ya, sizlarni kelganinglar o'zi katta anaqa. O'zi Hanif opamdan olmayman desam, anaqa qiladi. Ya, bekda. Telefoningizdagi pul bor. Ha, voy, bo'ldi. Ya, bo'ldi siz qo'ying. Shvetsarskiy bankdan boshqani erdan bekitadigan joy. Efir qilsak ham Hanif opa bo'ladi. Qadrdonlar Sberbankimizda mashhur. Hamma uyimizda ancha foiz hissasi bor. Mana kelganda ham quruq kelmabdi, duo qilasizlar. Videoga tushmayapti. Yo'q, oldinga bermadim men. Ani xotinni berdim, qaytarib oldim, qarab turdim. Yo'q, oling Rustam. Chunki buchi so'mkani yonidan mashinani yoniga tushib qolgan ekan. Oling. Efir. Mana duo qilib qo'yasizlar. O'sha hal xojonam ham berib ketuvdi. Matijnoch xojona mebel kamiga berdik. Alloh rozi bo'lsin. Bizaniki barakali, ketidan qoplab keladi. Bank ham kuchli-da o'zi. Ashnaqa bo'lib, mana proyektlar ham bitta qadrdonlar. Ama mama papa gitti debdim. Gap yo'q, hamma yo'q. Papa magiti deyapti. Meni ovozimni kesib tashlang, o'zini mama papa. Qadrdonlar Xo'jon ham kelgan, Termizdan Xo'jon ham, Hanif opam kelgan edi, Hanif opam ko'rinmayapti. Qo'limni yuvmadim yalashga. Mana kadr ortib bo'lsa ham so'rashib qo'ying endi meni kanalimga. Bu sizniki? Ha. Orqadan so'rashib qo'ying. Assalomu alaykum. Sirojning obunachilari, musofirda akalarim, opalarim, yaxshimisizlar? Tanjonlaring sog'mi, hammalaringni. Sirojni qo'llab yurganlaring uchun hammalaringga rahmat. Mana bizga ham nasib Ahmadjon kesangiz va qilindi. Qilgan ihsonlaringni berikka kelish menga ham nasib qildi. Davomiy bo'lsin. Rustamjonga ham Alloh kuch-quvvat bersin. Tog'amga ham, mana Hoji boboga, mana Hoji tog'amga power bo'lib, mana shu kunduz sig'iga mana shularni och qoldirmasdan, shularni hamma narsalardan xabardor bo'lib turibdilar. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Sirojning ukamni bugun men o'ylayman-ku,
obunachisi hech bo'lmasa yana 1000 ta qo'shiladi deb iltimos qilardim. Rahmat. Hanifa opam ham duo qilib qo'yinglar qadrdonlar. Termizdan hojonam. Duo qilinglar, dardiga shifo bersin. Mazasi yo'q, gap yo'q, ammo Surxondaryodan kechqurun chiqqancha mana bugun kechqurun Andijonga yetib keldi. Hamjonlaringiz sog'mi, yaxshi yuribsizlarmi, musofirlikka charchamayapsizlarmi? Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Bularga tas bilan teshilgan tomoqqa, malika ehsonlaringizga. O'g'ir yog'och bilan teshilgan. Almashtirib tomoq. Sog' bo'linglar. Qazolinglar ozgina. Bergan ehsonlaringizga rozi bo'linglar. Qizlaringizga, minglaringizga million berib doim mana shunday elni xizmatiga bardavom bo'lib ehson qilishdan charchamaysizlar. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Faqat like bosinglar, Obuna bo'linglar. obuna bo'linglar. Rahmat hammalaringizga. Sog' bo'linglar. Va ikki hojonam o'rtasiga olgan tog'ani Avrava biza ishdan boqa qistirib xotindan bekitgan pullardan oling bu yoqqa men 200 ming berdim. ha o'tira oling hojona. Puldan chiqarinsam telefon qidirmadi, jo'rtdagi telefonga urolman deb. Voy mayli. Hojonalar kelgan. Hazillashmayman deyman, bir pasda chiqib ketib qolaman. Qadrdonlar, xudo xolasa uylarimiz bitdi inshaalloh. Mebellar kelgan, Rustamjonni kanalida ko'rgan bo'lsanglar. Mana. Mana shu uyga kerakli hamma mebel xudo xolasa keldi. Qadrdonlar. Ha, tushmaysiz dedim, nimcha. Ha, bo'ldi, siz tushmaysiz. Shunaqa qilib ujinni qildi. Hojivan ovqatlarni qilib berdi. Uyga gilamlar solingan. Uyga baho berib qo'yarasizlar. Qo'shni hojoni to'shayib chiqqan ishlarni solib qo'yishdi. Eshik derazalarni artib ketishdi bugun Xonoboddagi hojonalar. Alloh rozi bo'lsin, duo qilib qo'yinglar. Kimnidir ochkisi qolib ketibdi. Yo, Hanifa opamniki shekilli. Ertalab ham mana shu yerga gilamni qo'ygan, mana shu yerga solamiz. Bu uyda ham gilam tayyor. Pataloylar, to'shaklar keldi hali Xonobodda yana. Menga qarab professor. Xudo xolasa hammamiz yo'q, hamma yo'q bekam ko'z bitdi. Qadrdonlar. Inani uyi juda chiroyli. Uyga baho berib qo'yasizlar qadrdonlar. Yedirdi, ichirdi, insonlardan qilib yaratding, o'zingga hamd sano bo'lsin. Yegan, ichgan, to'kilgan, sochilganlarni savoblardan bahramand qilgin. Shu xonadonlarga kempig'il ketmas davlat bergan xonadonlarni obod qilgin. Farzandlarini rohatda ko'rishlik nasib qilsin. Kampirga ham umrlari uzun bo'lsin. Qizlarni ham joylari Xudovonda har bir o'ylagan joylariga nasib qilsin. Yaxshi kuyovlar kelsin, hayoli, iboli, iymonli, diyonatli, barakotli yigitlardan navara kuyovlar uchrasin. Ey Rabbim Alloh, ani bemor navaralarga ham Alloh shifo bersin, qo'llari tuzalib ketsin. Shu yigitga ham hayoli, iboli, sabr qanoatli kelinlar kelsin. Mashtaslar hammanglar mehnat qildinglar, qilgan mehnatinglar rohat bo'lsin. Allohim jannat makonlarida joylar urib yurib hammani Xudovondan duo qilib o'tganlarimizni hammasini joylarini jannatdan qilgin. Shu o'yini egalarini ham joylarini jannatlardan qilgin. Ey Rabbim Allohim, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin, sarg'aytirib yotqizmagin, termiltirib o'tkazmagin, do'stga xor dushmanga muhtoj qilmagin, farzandlarimizni biridan birini kam qilmagin. Ona ezor borki, bolasini yo'lini bexatar qilsin. Shuni qatori sizlarni ham yo'llaringlarni bexatar qilib, topganinglarga baraka bersin. Farzandlaringlarni akilligi arimasin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر ولله الحمد الله الحمد ومن دب açkan barcha Sirajiddin kanalidagilar hammalarning umringlar uzun, rizqinglar baland bo'lsin. Chetga 1 so'mmi, 100 so'mmi, 1000 so'mmi mehnat qilib hissa qo'shganlarni biriga 1000 bersin, mingiga tuman bersin. Lak boshqalarning qo'li hech ham og'rimasin. Amin. Allohu akbar va lillahi hamd. Rahmat. Ojonam ham yana 1 asrcha shu YouTube'da mamasi bo'lib yuraversin. Voy, eng qiyin narsa-de. Voy, ovqat yesang og'zing og'riydi, tuvalga kirsang bir joying og'riydi. Voy, dod. Menga eng og'ir ish buyurdi-ya. Qadrdonlar, hozirani gaplaringizni eshitib maza qilamiz-da biz. Keyin turjang yurasan. Men yo, 2-3 kun kulasanmi orqamdan? kayfiyat ko'tarildi-da siz bilan gaplashgan odamni, hojona. Anaqa. Mayli. 1 litr. Kechiga o'ram choyxonasidan olib kelgan Ahmadjon borlar-yu. Ke bolam ertaga ke, o'sha kuni mazam yo'q uchun go'shingdan bir tishlamgina yedim. Mazza qildim bolam. Xudoya biringga men bersin. Mana shu finalimizga ket, vaqting bo'lsa. Marg'ilonlik hoji akamiz. Marg'ilonlik hoji aka. Ahmadjon do'stlari. Ona yana erta qilamdiman. Ertaga boramiz. Hech ham olmaysinlar. Ertalab to'nqa yotib masjid mazza qilib dam olasiz. Keyin menga Rustamga zapravkani qo'yib beramiz deb mana shu Xonobodni ko'rsatadi. Xonobodni aylantirib kechqurun. Bugun olib borib keling. Hozir chiroqlaymi, ha? Nima ko'chada? Yurolmaydi. O'sha to'nqa yotasiz. Yo'q, ertaga. Kunduzi ko'rish kerak-da shaharda. Yo'q, kunduzi ham, kechasi ham. Erta final emas ekan-ku, boshqa narsani turmoqchi bo'ldingiz. Erta o'tib kelaylik biz. Ha. Qirg'izistonga yo buni ish ko'p-da. Bu umuman finaldan bo'shash kerak. Qirg'izistonga o'tmoqchi biz anu. Siz kemasdan oldin ketishda anaqasini o'ylamang. Yo'q, bir haftada yotamiz, tekin ovqat yeb. Tekin ovqat yeb bir hafta yotamiz. Yo'q, unda uyat bo'ladi, unday demanglar. Yaxshi. Bir kun Namanganga boramiz, 2 kun biznikida qolamiz. Bir kun biznikida qolamiz. Yo'q, bir kun Rustamnikida qolamiz, bir kun anaqaniki tug'ilgan kun. Bizga bormaysizlar. Abdurahmonniki tug'ilgan kun. Undan bo'ta qo'ziga kirib, ola qo'zini yeb kelamiz. Bo'ta qarading. Bo'ta qalami? Bo'ta qo'zi emasmi? O'sha shopir topolmagan ekan, bo'ta qo'zi qayerda ekan? Bo'ta qora. Qadrdonlar mana shunaqa qilib kayfiyat ko'tarib o'tiribmiz-da.